Mumkin emas. Ha, Imona haqa qimirlayapti. Qara, Imona. Okay, I still. Ko'ryapsizlarmi? Nima bo'ladi? Kompyuter. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz oilaviy Pacific Science Center degan o'sha bolalar uchun mo'ljallangan ilm markaziga keldik. Ilm va o'sha o'yingohlar markaziga keldik. Ichkariga kirib, sizlar bilan joyni birga aylanamiz. IMAX Theater. Yo'qda nima ekan? Qani yurchi tavakkal boraveraylik-chi. Nima anaqalar ko'p ekan-da bu yoqda. Sizga nechtasi ko'targan? Sizga shu bitta mana shunga o'tsa kerak edi. Science Centerga. Qani, mana bu yoqda dinozavr yasab qo'yibdi. Qara, dinozavrlar qizim. Ha. Bu yoqlar menimcha basseyn bo'lgan shekilli. Mana bu yerlar fontan bo'lgan. Cool drink deb qo'yibdi. Ha, nimaga? Ha, anaqa bo'lgan ekan, leak bo'lgan ekanda, suv oqib ketgan ekan. Teshilgan joyi bo'lgan ekan, har yili qanchadir suv isrof bo'lib oqib ketavergan ekan, shundan o'chirib qo'yishdi. Wow, sen dinozavrsan qiz. Nima bor ekan? Qo'rqat. Mana. Bu yoqda qo'rqat ekan mana. Dinozavr, planetarium, anaqa xullas narsalar ko'p ekan. Ketdik bu yoqqa. Information desk. Bu yoqda turaveramiz. Ketib turaveramiz. So'ramayapti-ku. Mana bu yoqda menimcha anaqa qilib bersa kerak, qanaqadir kinoteatrchami nimadir qilib bersa kerak. Sahna ko'rinishchalar qilib. Imona qara. Wow. Imona mana tepada qara, Imona. Look, Imona. Hey. Imona. Mana. Tepada qara. Dinosaur. T-Rex. Mana bu yoqdagilarni qara. Yo, climb qilmaysan qizim. Mumkin emas-da. Mumkin emas. Can we go to camping? Can I climb the wall? Ha? Mana Deinonychusmi? Nima ekan bular? Komanda bo'lib ov qilishgan ekan. Dinosaurs has eggs. Tenontosauruslar yashagan joylarda yashagan ekan bular. Mana bu. Bular xullas bo'rilarga o'xshagan bo'lgan ekanda, komanda bo'lib ov qilishgan ekan. Ye? Bibichalar bormi ekan? Ha, tuxum. Yo'q, Thomas, it's a dinosaur. Dinosaur tuxumida qizim? Buqada qo'shma qilib. Ha. Xudo hujum qiladi. Mana shunday. Zo'r ekan qizim. Bu yoqda izini qara, Imona. Ha, zo'r ekan. Mana. Bu Pachycephalosaurus. Ekan, mana Amerikada yashagan ekan, mana Amerikani mana g'arbiy hududlarida topilgan ekan mana. Mana.
Shapkasi bor ekanda buni. Shapkasi bor ekan buni. Mana. Mana. Voy. Zo'r ekan qizim. Bunisini qara. Ana bu filmdagi Imona. Imoniki. Mana Triceratops Imona. Triceratops. Nima uchun Triceratops deyiladi? Chunki 3 ta shoxi bor-da. 3 shoxi bor, 3 ta shoxi bor. Like a dinosaur too. And the one Mana qara Imona. Bunisi qimirlar ekan. Oyoqlarini qara qimirlashini. Look. Imona. Unicorn ekanda bu. Qara unicorn ekanda bu. Shoxi bor ekan, ha? Unicorn. That's a dinosaur. It looks like a unicorn. Parasaurolophus ekan. Bunisini eshitmagan ekanmiz. Mana bu ham Amerika, Kanada hududlarida topilgan. Mommy likes this one. Oh yeah, you want to take a picture for mommy? Yeah, you take it. Wow, Imona bu yoqqa ketchi. Imona, mana ovozini chiqarsa bo'ladi menimcha. Qani? Mana. Scary. Adam. If T-Rex were alive today, they could have likely hear thunder, huh? Chaos, elephant communication, but not whistles. Bird chips and squeaking. Qara. Agar T-Rexlar nima bo'lsa, nima deydi, momaqaldiroq ovozi, masalan, fillar gaplashi, whale, bunaqa kitlar ovozgacha eshitar ekanda, lekin anaqa xushtakni eshitmas ekan. Xushtakni, qushlar sayrashini eshitmas ekan. Qanaqasiga eshitmas ekan? G'alati-ku. Shuncha narsani eshitgan, kit ovozini eshitgan, anaqa nima eshitmas ekan. Xushtakni eshitmas ekan. Joyini mana qara. 3-7 mayl. 3-7 mayl bo'lsa, bu примерно где-то bir 7-7,5 kilometrgacha ko'rar ekan. Mana odam 1 maylgacha ko'rar ekan, ya'ni 1 maylgacha. 1 maylning 1,6 kilometr bo'ladi. Undan uzoq ko'ramiz-ku biz. Shu yerda bular hisob topdi. Motor olib qo'ydi, yo'q. Zo'r ekan-a? Nima ekan bu? Duckbill footprint. Duckbill degan hayvon ekan. Duckbill qaysi biri ekan? Oh my god! Get out! Mana gentle giant ekan bu. Stegosaurus. Ular endi o'txo'r, yuvosh hayvonlar bo'lgan ekanda, ha, qizim? Mana. Ko'rinmayapti kameraga yaxshi. Mana Imona mana qimirlayapti. Qara, Imona. Vay. Allosaurus. Bu anaqaga o'xshaydi, T-Rexga o'xshaydi. T-Rex shunaqa katta. Allosaurus ekan, Allosaurus. Wow. Sangat horror qo'yilgan. 它脚不能动，因为它不是一个真的恐龙。 Mana Apatosaurus ekan bu. Apatosaurus ana uzunida nimadagi
Yashil dunyomi degan multfilmdagi. Mana. Zo'r joylar ekan. Ha, baby dinosaurmikan? Voy, kichkina. Voy. Zo'r ekan. Ketdik. Planetarium ekan bu, anaqa ekan, demak. Limona kelib yoqqa chiqamiz. Mamaga chiqamiz, kel. Tepaga chiqib o'tiramiz, xo'p? Kel, Limona. Raketami bu? Bismillah. Banda. Havo kemasiga. Mana. Kel qizim. Oyga uchamiz, oyga. O'tir. Qanday? Voy. Tashqaridan sayyoramiz yaxshi ko'rinyapti. Mana. Qani bos. Chik, chik. Chik, ketdik qizim. Uchamiz. Okay, I steal the wheel. Ketdik. Okay, open it. We are Mana qizim, bu here. yoqdan tuchkalar ko'p ekan. Hammasini chik, chik, chik. Mana. You ready? Chik, chik, chik. Ana. Okay, I'll finish it. Go on it. Zo'r ekan, bo'ldi. Ana oyga yetib keldik. Ketdik endi tushamiz. Bu sanayapti. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ana. Uchdik. Ana. An airplane. Zo'r ekan. Kapsulada ekanda, kapsula. Startdan tezroq tush qizim. Ehtiyot bo'l, tush. Qo'llanding. Nimani, mana bularni qara, sayyora. Daddy, watch me. I can do. Watch me. I can do exercise. Unday qilma, unday qilma. Unday qilma qizim. Boshqa sayyoralarda. Qani? Bu anaqani ko'rsatamkan? Vesti ko'rsatar ekan. Mana desam, Merkuriyda 16 kilo bo'lar ekanman. Ye? Mana voy, nima uchib qoldi hammasi? Nima uchib qoldi? Mana o'rtaga turgan. O'rtagami? Mana o'rtaga chiqamiz. Mana Merkuriyda 63 kilo ekan. Venerada 150 kilo bo'lar ekanman. Ye? Bu kilo emas ekan, anaqa ekan, pound ekan bu. Mana Yerda 168 poundman. Venerada sal yengilroq, Merkuriyda ancha yengil bo'lar ekan. Marsda 63. Yupiterda og'ir bo'lib ketar ekanmiz, 200 pound. Saturn Pluto 11 pound o'qi. 11 pound где-то Plutoga borsam где-то 5-6 kilo qolar ekanman. Saturn, Neptun, Uran, Yer, Venera bir-biriga yaqin ekan. U anaqada Quyoshda 4,5 ming pound bo'lar ekanman. Bu degani taxminan qancha bo'ladi? 2 tonna, 2,5 tonna. Qani Imona sen chiqchi? Shuni tur, qara mana. Mana. Yerda 40 pound. Zo'r ekan. Yaxshi narsa ekan. Ke, ayang chiqsin, faqat tarozini buzvorma qizim. Qizim debman. Xotin, tarozini buzvorma faqat. Mana. Oho! Merkuriy chang'i. Voy, voy. No'g'atayku. No'g'atay. Mana Yupiter mana barkashda ekan bu. Saturn bilan Yupiter. Bu nimada Mortal Kombatda bittasini shlyapasi bo'lardi, o'shandan ekanda. Mana. Bu yer ham ancha kichkina ekanda, bularni oltda. Voy, voy.
Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yuribmiz mana shu yerda? Mana. Issiqxonami bu? To'rtta station. Space Garden, ana u kosmik stansiyada shunaqa o'stiradi ovqatni. Voy, mana. Sumalak qilib yesa bo'lar ekandizmi? Sumalak qilsa bo'lar ekan, bemalol. O'tin topsang lekin bo'ldi. O'tin topolsang bo'ldi. Mana. Zo'r ekan ey. Bilmayman endi. Ha, qo'shib Oy ko'rinyaptimi menda? Ha, yo'q, shu ana nima deydi? Kichkina nimalar. Molekulalar nimalarni ko'ryapti bu. Bunday qilib. Ha, mana. O qizim. Ha, zo'r ekan, ketdik. Mana qara, Imona. Sferani qara kattaligini zo'r ekan, ha? Ajoyib ekan, ajoyib. Chiqarda o'yinlar bor ekan. Qani? Qaysi tomonga boramiz endi? Ha, bo'pti, yur. Qayoqqa? Ketdik, yur. Bu yoqqa boramiz. Yur bu yoqqa. Bu tomonga boramizmi? O'yinlari bor ekan. Yurchi? Mana playground ekan, qizim. Qani? Gravity anaqada, tortish qonuni nima bosim. Gravitatsiya. Voy, mana har xil narsalar bor ekan. Mana bilmayman. Ha, ichida qum bormi? Voy, ranglarini qara. Slow motion ekan. Voy, uni qara. So'tachi, endi bu yoqqa aylantiramiz endi. Zo'r ekan. Kanaligimizda televizor ishlamay qolardi bu kanal. No. Zo'r ekan. Mana buni qara. Chaotic pendulum. Wow, tukmi bu? Tuk mana yurib chiqib ketyapti tepaga. Dahshat ekan. Mana buni aylantirib ko'raylik-chi. Imona. Ha, bir aylantirib qo'ysang o'zi ketaverar ekan. Yo'q, robotchaga o'xshayar ekan bu. Bu kishi chiqarilmasmi ekan? Zo'r ekan. Qanaqadir siltanish bilan davom etib ketaveradimi? Menimcha, qara. Yo'q. Ajoyib. Hech narsaga boylanmaganmi bu hozir ham shunda? Voy, zo'r ekan. Voy, uchib ketdi. Imona qara. Havoda turishini qara. Uchta tomondan havo berar ekanda. Bunda o'rta turgan narsa yengilroq bo'lsa, muallaq turaveradi havoda. Ha. Zo'r ekan. Limona qara. Buni qara. O'zing qara, Imona o'tirib ol, tepaga pul qilsang bo'lar ekan, qara. Tepaga pul qilsang bo'lar ekan, o'zingni ko'rding? O'tirasan bunga? You want to try? Come, you want to try? Tur, bizaga ol.
right, let go. Qo'yib yuboring. Bo'lar ekan. Tongga chiqib tushib yasab qo'ysa bo'lar ekan uyga. Ikkinchi etajga chiqishga yaxshi ekan. Ikkinchi etajga. Mana. Bular nima ekan bu? Anaqani qonuni bor-ku, fizikada bor-ku. Qancha mana bunaqa narsa ko'payib ketaversa, shuncha mana tortishing yengillashadi. Hozir qara, menda bitta bor, ha? Og'irroq bo'ladi bu. Hammasini vesi bir xil, lekin uni tortib ko'rsang yengilroq. Nariga undan ham yengil bo'ladi. Ko'rdingmi? Sezilyaptimi? Zo'r-a? Fizikani mexanikani oltin qoidasi deydi-ku, anaqa hech qachon yo'q joydan energiya paydo bo'lmaydi deydi. Bunda qanaqasiga yo'li yengil bo'lyapti hozir? Bunda masofa qisqaroq, bunda masofa uzunroq. Chunki masofa uzunroq bunda ham uzunroq. Shuning uchun bo'lsa kerak. Qani? Always attach the structure, simply change direction of the pull. Block and tackle. Cycle pull combines fixed and movable galley. Galley gives you mechanical advantage because sandbag weight is supported by the rope on both sides of the pull. Bunda bitta ushlab turibdi ip, bunda ikkita ip tortyapti tepaga. O'shaning uchun ikkita tomondan ham поддержка bo'lyapti. Qo'yli. Bu ancha yengilroq. Bunisi ancha og'irroq. Bu juda og'ir. Bular nima ekan? Richakda bu. Mana bu hozir hammasini vesi bir xil. Richak mana bu yog'i kalta, bu yog'i uzun. Uzunroq joydan bosayotganligi uchun oson bo'ladi. Xuddi bizda betonlarni ko'targanda lonni ko'taradi-ku, xuddi o'sha nimada? Prinsip asosida. Bu ikkita tomoni teng, bu qiyinroq. Bu juda qiyin bu. Bosiladi, juda qiyin faqat. Richak kichkina bo'lganligi uchun. Mana. Imoni kecha bu girlar anaqa. Gir nima deyiladi bizda? Nima deydi? Girda bu. Bunisi buzilib qoldi. Mashina balonlarida shunaqa bo'ladi. Mexanizatsiya shunaqa bo'ladi. Wow. Kızım. Ne ekan bu? Ye. Oh, wow. Oh, look at my face, I got stretched. Gimana pakainya siapa? You look like me. Yeah. You wanna look at sister? Wow. Mana? Hey, you not staying with me. Bunisiga boraylikchi. Bunisi nima ekan? Voy, muncha ozg'inmi? Ikkita bo'lib qoldim-ku. To'g'ri, bunaqa qarang. Bunday turishim kerak ekan, mana bunday. Mana. Yaxshi zo'r ekan. Shunaqa o'yin olishim kerak ekan degan.
Hadi keçi qalb teri qarachi. Yana yürü yürü. Ha. O. Ya you're so beautiful. Mana qara. Vah. Bak o'rtadagisi nima ekan? Oyna qanaqa ekan? Ha, shu joy bo'yagan qandan ekan, richakdan ekanda mana u. Mana bu tomonda 550 pound bor. Ya'ni 550 pound qancha bo'ladi bizda? Bitta bir 300 kilolar bo'ladi. Endi 300 kilolik narsani, 550 poundlik narsani kichkinaroq vesti odamlar ham yo'ldan turib bosib tortyapti. Ko'taryapti ya'ni yo'ldan. Dur. Narigi tomonni ko'ramizmi? Yo'q. Qo'y tortib. Ha, qo'y, ushla. Shu o'zim ushlab turaman. Va borasan hozir. Nimaga bitta tortib qo'y, lekin bunga bo'ladi. İmona bor. Yo'q. Asıl. Yo, asıl kızım, asıl. Ha. Nima qilyapsan? Mana bunda. Bunda ushla, asıl. Hang qil, imonimda hang qil. Mana ushla. Qattiq ushlachi, hangchi. Bo'pti, mana hozir men bo'lmas ekan. Ketdik. Ha? Ketdik, o Nargisga boram. Butterfly ko'ramiz, ketdik. Shartlarimiz bo'lmasa kerak deb Wow, qara, AI ekanda bu. Mana nimada qilamkan? Bunisi qilmas ekan. Mana razmerni qara. Mana ko'rsatyapti mana. Ha, hay. Imona qara. Yo, bu yoqqa, Imona, bu yoqqa. Ha, qo'lingni ushlar ekan bu. Mana. Orqaroq ko'rasan. Orqaroq. Back. Ha, endi qo'ling ko'tar. Ana, bunday qil. nima ekan? Ha, mana Imona orqaroq kel. Orqaroq. Come back. Ana. Ooh, Imona, your face. Ha. Face recognition ekanda bu. Mana bu anaqa ekan. Harakatlar motion detector ekan. Qara, odamlarni yuzini, qo'lini, oyoqlarini ko'ryapti qizim. Zo'r ekan. Lekin o'zgarmas ekan. Ha, zo'r ekan. Qanaqa bo'ladi ekan? Ketdik, bitta qo'ng'iz ham keldi mana. Mana. Qara, qo'lchalar anaqasin. Ha, aylanar ekan. Ko'p mana bu. Ha. Zo'r ekan. Qo'l harakatlarini sezar ekanda.
Teleskopda nima ko'rsa bo'ladi? Voy, kapalaklarni qara. Ha. Zo'r ekan. Anaqa kapalakni qanotini ekan. Voy. Demak, o'zgartirsin. Qara. Zo'r. Ketdikmi, kiramizmi? Nima bo'ladi deydi? Nimani kapalaklar kiramizmi? Yeah, can we? Yeah, we can head in. How many people are coming? Just 3 of us. 3, perfect. Well, we can head in here. It's going to be about 80 degrees inside, just to warn you. Okay. Wow, it's warm. It is pretty warm in All there. right. Is it humid or is it just warm? It's pretty humid in Okay, there. got it. So really quick, I'm just going to read out this side. Okay. When we're inside, just please don't touch the butterflies. There Okay. are some on the ground, so please be careful. Okay. Because it is on the other side. They're going to ask you to spin around and check Okay. for butterflies before you leave. Okay, thank you. Wow. Bu ko'k yomon chiroyli ekan, ha? Hozir uchgan. Buni rasmga olib qo'yish kerak. Yur qizim. Mana bu yerda turibdi, mana bu qara. Mana. So cute. Mana yana bittasi keldi. Voy. Bu yomon katta-ku, ha? Chumchuqdek keladi ular. Ya, qo'rqma qizim. Mana qara, mana yana bitta uchib keldi. Mana. Vay. Ketdik. Voy, mana ko'pligini qara, Imona. So many. Wow. Imona qara, bu kattasi ekan, bu kichkinasi ekan. Mana ko'k chiroyli ekan, ha? Menga qarab tur rasmga. Yoniga tur. Bakka qo'yadi orqaga. Qayta turing. Mana. Qayta. Mana qara, orasini. Chiroyli ekan, ha? Voy, qara qanotlarini ichida rang qanaqa ekan? Ichkari tomoni ko'k ekan, ha? Blue ekan. Tashqari tomoni brown ekan. Let me see. Qara. Look like he's so cool. Mana kam. Bitta mana yuraylik. Ketiga. Qani u? Yurib ketyaptimi? Uchib ketyaptimi? Mana kattaligini qara. Qara, Imona tashqari tomonining rangi jigarrang ekan. Ichkari tomoni ko'k ekan, blue ekan. Tashqari, yeah, outside brown, inside blue. Qara, brown ekan, ha? Mana qara. Chiroylimi? Meva yeyotganini bo'lsa. Ha, narigi tomonda ham hamma joyga qo'yib qo'ygan ekanda. Mana buloq qilib qo'ygan, qara. Shu menimcha namlik toshirib turish uchun qilib qo'yganda shuni. Zo'r ekan. Bu tepalarda ham bog' tushirib turibdi. Mana. Havoni bug'latib, namlik toshirib turibdi. Prinsessa like. Ochib turing e'tiroz. Ha, xo'p. Nima qilyapti? Rasmga tushyaptimi? Voy. Burada odamlar ketdi. Okay, let's go. Ha, Imona mana suvni qara. Zo'r ekan, ha? Suv qo'ygan ekan. What? Tegmoqchi, qo'ling yetyapti. Qo'ling yetyaptimi? Ushlab ko'rasanmi? Ushlab. Gullarga ham har xillari ekilgan ekan-a, o'z anaqa daraxtlarga ham. Kapalak ke qo'lg'onimga. Ha, va, kel. Kapalak. Ke.
Qo'limga qon. Biz sen bilan qondoshmiz deydi-ku. Qaysi bir pul bor ekan ustida, qara. Chiroyli ekan, qara. Zo'r ekan. Ketkin tashib ketamizmi? Hamda ketaveramiz. No touching butterflies, no safe touching butterflies. You have to keep your mommy daddy safe. Ha, nima debdi? No touching butterflies, you have to keep your mommy daddy safe. Ha. No touching, mami bilan dadi bilan birga yur debdi, ha. Yaxshi aytibdi-da, qara. Bolalarni ham tarbiya qilar ekan bu yerdagilar. Ke qo'limga. Voy. Wow, almost. No, don't touch it, guys. Ha, okay. Bounce. Hop, o'zi qo'nishi mumkin-da, qara. Bo'lmadi. Guys, right now. Nimandir yomon hidi chiqyapti lekin. Menga o'sha katta ko'k yoqdi bor. O'zi chiroyli ekan. Ha, bu bizda ham bor mana shu. O'zbekistonda ham bor, menimcha. Bitta uchib ketdi ana. Voy. Polvon, qani kechi? No. Ha. Ushlamaymi qo'limga? Don't slip. No, mommy, don't slip. You have to. O'zi kelishi mumkin-da. No. If he's so sad. Sen qachon kelarmikan? No, they are scared. He's scared. Ya, ular scared emas, sen scaredsan. Sen qo'rqyapsan. Qo'rqma qizim, mana. Bunday qilib ushlama. Hay. Ya, tan ishlab berib chiqarib yubormasin. Mana. Zo'r ekan-a, qizim? Mana qanaqa gullarni ham qo'lga ketdi mana. Yaqinda o'ying. Mana. Qanaqa gulchalar ekan mana. Bu mana. Euphorbia ekan. Variegata. Cygnus. Itu zoomku? Qaysi biri itizum? Mana. Mickey Mouse look like. Itizummi shu? No, mekan begonia Begonia maculata. maculata, silver spot ekan. Mimosa pudica degan ekan. Mimosa pudicasi menimcha mana o'zi kerak. Can I rasm? Rasm qil sen ham qani. Rasm qil bolam, rasm qil. Nima ekan bu? Ha, manaqa. Imona qarani. Mana, imona qara qurti, lichin nimasi? Nima derdi? Lichinka dermidi? 8. Mana. Birinchi qurtga aylanadi. Qurtdan boyagi pillami nima? Shunga aylanadi. Undan kapalaga chiqib ketadi ana. Mana bir xillari kichkina ekan. Qarang. Ha, nima ekan bu? Ana. Uchib chiqmabdi-ku. Yeah, he's not coming out because we can check like Ha. that. Yes. He's climbing the wall. How will he butterfly survive? Qara ikkalovi bir-birini urushyapti, fighting qilyapti. No, yo'q. Yo'q, unday qilmadi. Mami bilan dadini aytganini qildi. Daddy, I can't. Ha. Parashyutist qil deganda nima qilish kerak? Okay. Ha, okey deyish kerak. Mana. He said, you're not doing like Ha. me. Kattalari bor ekan. To their mommies. Hop. Anaqa yashinlar ekanda, butterfly. Hmm. Shu butterflymi shu? Ha, anaqa daraxt bilan bir xil nimaga rangi kirib. Haqiqatdan ham mana bu anaqa-ku. Kapalak ekan. Daraxt bilan bir xil ketgan. Voyde. Imona, qara mana ko'ryapsanmi? Mana bu ham butterfly. Ko'rdingmi? Mana butterfly. İçinde paykinası. Qolgan Mana. parkka o'xshaydi. Parkka o'xshab turibdi. O'zini unga moslashyapti demoqchi. Ana, Allohning qudrati.
Qani? Ayo bunisi endi Yo'q, boshqacha. zo'r. Nima qilyapti? Ha, bu bular And then we are finished. ovqatlanyapti. Lunch qilyapti, lunch. Look, he's climbing her mommy daddy. He wanna eat. Talk time. Lunch we wanna qildida. mom. Mana. Ana gullar. Ajoyib bu. Haqiqatan o'sha sun'iy o'xshab ketadi. Lekin sun'iy emas. Shunaqa ekan. Endi bu. Mana u ham chiroyli ekan. Popukli nimaga o'xshar ekan? Ha? Sigara, ha, nima? Qarang, qop-qorong qarang. Ketadi. Kichkinacha ekanda u. Chiroyli ucharkan ekan. Mana Qizil mana. ekan. Ko'k yomon chiroyli ko'rinar ekan uchganda. Ajoyib. Ajoyib. Ko'piga havo aylanish uchun fan qo'yib qo'yilgan. Ketdikmi endi? It looks great. Hmm. Guys, I need to tell you. Huh? It looks like a butterfly. It looks like my suit. Ha, sen shusingga ham butterfly bormikan? Voy, ana. Voy, zo'r ekan. Ket. Mana Imona fontancha bor ekan yana bitta. Watermelon. Water. Baliq ham bor ekan ichida. Olive. Baliq ham qo'ydi. Ha, qani? Mana. Voy, qip-qizil ekan. Mana butterfly. Ha, nima qilyapti? Suvda oldi. O'zi bular uchun kapalaklar uchun menimcha namlik yaxshi bo'lishi kerak shekilli-da bular uchun. Hamma tomonga suv qo'ygan-ku. Duoga to'g'ri kelarmikan? Ha, baxshalar. Bu safar umuman qo'nmadi-ku anaqa kapalaklar ustimizga. Uncha ishni qoldirlar. Yaradagi zo'r edi. O'tgan safarga rosa qo'nuvdi ustimizga. Ketdik endi qizim. Kapalak. Tur, Imona rasm qolaman. Tur. Imona. Ketdik Imona. Mana kapalaklar ko'p ekan. Hayda. Georgia Gerber. O'sha ketdi. O'zi bu. Shpilla qilib. Ha, caterpillar. Western tiger swallowtail caterpillar. Let's go. Nima bu? Magnet ekan. Nima qilyapti bu? O'zgarib. Bu nima qiladi bu? Oson. Qo'rqma, o'zgarib chiqqanmi? Ha, mana bu tomoni. Ichida magnit bor ekanda. Aylantirib chiqibdi. Yasa. Qanaqa shaklda yasasa bo'ladi mana olib. Mana qara. Mana ichiga solasan, ha, sol. Yana qo'y. Ketdik, yur. Yana o'ynaysan, bo'p, sol. Qani qo'ychi? Nima qilyapsan? O'ynayapman. O'ynayapsanmi? I'm gonna get sick. Ketdik, yur endi. Narigi anaqasiga chiqamiz, ketdik.
issiqlikni ko'rsatadigan nima ekan? Odamning shaklini ko'rsatyapti mana. Odamning badanidagi issiqlik temperaturasiga qarab. Ketaymi ona? Qara. You can create mountains. Mountains. You can create mountains. Yeah, do you see mountains? Yeah? Yeah? Yeah, do you want to try? Okay, come. You can stand up on that one. Zo'r ekan. Mana bu yerdan tog' yasaymiz, mana Big Mountain yasaymiz. Xo'p, bu yoqdan. Yo'shib yasaysanmi? Mana bu yoqqa yasa, mana burchakka yasa. Sur. Mana sur hammasini. Mana bu yoqqa, bu yoqqa. Mana here. Ha. Mana shu yerga qo'y. Mana. Mana. Ko'rding? Mana, ko'rding? Ha. Big Mountain qilamiz, mana. You can take this one. Mana bu yoqdan tortdan. Mana qara, imona Big Mountain bo'lyapti mana. Yeah. No. This is lake. Lake. Yeah, this is mountain. Ketdikmi? Bunaqa qilasanda tektonik nimasini ko'rsatadi? Tektonik nima deydi? Yerda shakli shamolini ko'rsatdi, tog', chuqurlik. Ketdik. Qayerga? Ha, yur. Nima ekan bu? Zo'rmi? Two, yeah. Fill up your creation. Qara, bu aylanyapti. Suv solganingda bu aylanyapti. Ko'ryapsanmi? Qo'ling bilan suv sol. Qo'lingga yana sol. Qara, ustiga suv solsang, mana bu aylanadi. Ko'rdingmi? Qaysi? Ha, bor olib kel o'zing. Excuse me deb bor. No, you can. Mana take this one. Oh, I want a pink one. Ha, pink farqi yo'q-ku, qizim. Mana. Ko'rdingmi? Mana aylanyapti. Ko'rding suv quyganingni? So you don't tip in there. Wow. I know you'd like to, but Zo'rmi? Charxpalak ekanda, bu charxpalak qizim. Wait, to'xtab tur. Unaqa emas ekan, mana bunaqa qo'yish kerak ekan. Chappa qo'yapmiz. Mana. Mana ustiga qo'ygan. Mana. Mana.
Ha? Ha? Bol, ol, bol, bol. Hammasi bir xil-ku buni mana. Hop. Hop. Ha. Mana. Bo'ldimi qizim? Ichkarilarga ham kirib ko'rayman. Bunisiga boramizmi, Imona? Bunisiga borib ko'ramizmi? Kecha Guli. Hello. Hello and welcome to the Thai pool. Thank If you. you'd like to touch any of our animals, that's okay. You just have to rinse your hands first in the sink over there. Okay. And any animals in the shallow areas are available to reach out and touch. Wow. We can touch these. Yes, And these are real animals. they're all real living animals. Wow. Okay. And are these like local, like the Seattle time zone? Exactly. So all these animals are within 50 miles, are from within 50 miles of the center. Okay. And we have a special permit to collect them. So Okay. obviously you can't just go out to the Thai pools and start grabbing Yeah, yeah, yeah. stars. Uh-huh. But in a managed way, we have a team that collects them and a team that cares for them. So all these are very well treated little Wow. sea creatures. Wow. Interesting. We're gonna try. I'm gonna wash my hand. Just rinse my hand, right? Yeah, just rinsing, just making sure any lotions and stuff come off. Okay. This is a well-filtered environment. Obviously, the water's very clear, but we want to make sure we're not just draining that filter. Okay, sounds good. Guli, qo'lingni yuvib ishlab ko'rsang bo'lar ekan, yulduzchalar. So most of the animals that are available to touch right now are either aggregating anemones or two of our sea stars. Uh-huh. So But if you want, those are different color, right? yeah. So we have a few different species, 3 different species. to be Uh-huh. exact. These are the larger purple ones. We have several of the red, and also that one has another twin over there. Uh-huh. Like if you take them to your hand, like if you just grab them, like do they, I don't know, like So Kind of- their entire base is covered with like thousands of tiny little tube feet. Okay. And they create suction on rocks and stuff. So if you wouldn't grab them, Uh-huh. you might feel a lot of resistance because it's a mechanical action that keeps them attached. And that keeps them safe when, say, the incoming tide is hitting them with waves. They don't get moved. So it takes a significant force to just grab them out. wow, okay. But what I'm saying is like they don't attack you, or like they don't bite, or like there's no poison, or like nothing, right? We have a crab down there. Uh-huh. He does have claws, so that's one of the reasons we Oh, can't claws. reach down into the center. Oh, this one, this big guy, right? Yes, you just Ah. saw him crabbing out. But also we have all the anemones. If you touch their tentacles, you might feel a bit of stickiness. That is them trying to sting you, but our skin is just too thick, Okay. so they can't actually make any Okay. damage. Got it. What about these guys? What are these? That is one of the aggregating anemones. Wait, is that also animal? Yes, I know. They're related to jellyfish. Okay. So they have no skeleton whatsoever, and most of their structure is actually formed by water pressure itself. So they have little valves inside that keep the homeostasis going, so they're all Got it. Interesting. basically all water. It's kind of crazy. Interesting. Wow. One cool thing, if you were interested, if you look at that wall right in front of you, the glass, Yeah. there is an enemy with a long structure sticking right out of it. That one is budding, so it's making a clone of itself. And there will be 2 identical anemones that are Oh, they grown. spread. Yes. Yeah, It'll wow. split off. So that one has been in the process for the last week. At least it's slow going because these are all slow baby animals. But they
still manage to do some really cool things like creating identical clones of themselves. Yeah. Which Wow. I kind of wish I could do. Yeah. Wow. Interesting. Single cell. No, not single cell. No, You know how like the cells like spread? yeah. They do the same thing, huh? It's very similar, so that's called mitosis. Yeah. And this is a similar process, but at a macroscopic. Macroscopic. It's like, yeah. Okay. Wow. And thank you for all the questions. I love Yeah. the engagement. It's so much Yeah. more fun when I can answer things. Yeah. No worries. Xullas bu yoqdagi nimalar, hayvonlar hammasi shu Seattle-ga yaqin bo'lgan zonada yashaydigan, shu suvda, shu atrofdagi tabiatda yashaydigan krab, keyin mana bu yulduzchalik, bunaqalar borki, dengiz yulduzchasi nima? O'shanaqalarni, o'sha местный nimalari ekan. Oh, that is O'sha olib kelib, o'sha ular yashaydigan sharoit sun'iy ravishda yasalgan. You can feel the Shu yerda bolalar uchun ilm fan maqsadida ko'paytirilib qo'yishga qo'yilgan. Mana bu yulduzchalarni har bitta rangi har xilligi buni har xil turini ko'rsatar ekan. Ya'ni masalan sarig'i yoki bu yoqda qizil bardolisi bor, bu yoqda jigar rangi bor. Hammasi anaqa ekan. Har xil rangi, har xil turi bo'lar ekan o'sha mana shu hayvonda. Mana bu meduzalarni qanaqadir turkumiga kiradigan qanaqadir hayvon ekan. Ular hech qanaqa lekin zahari hech narsasi yo'q ekan. Bu yerda odamga tashlanishi mumkin bo'lgan narsa bitta mana shu krab ekan. Bu krabni oyoqlari bor, tishlari bor, o'xshadi. Lekin bu nimalarni, yulduzchalarni pastki tomonida vakuumi bo'lar ekan. O'sha vakuum bilan toshlarga yopishib o'sha to'lqinlarni qimirlamay o'sha oqib ketmasligi uchun shu toshlarga yopishib turar ekan. Agar hozir qo'ling bilan masalan ko'tarsang, o'sha qo'lingni ham nima qilishga, vakuum bilan yopishga harakat qiladi. Dedi. Nima? Uychadan kiramiz endi. Ichkarida yana yosh bolalar uchun o'ynashga har xil narsalar qilingan. Nimaga? Bu yoqda legolar. Mana bolalar uchun o'ynashga sharoitlar qilingan. Qushlarning qanotlari, kapalakning qanoti. Bu tarakan shekilli. Chayon, qo'ng'iz, ilon ekan. Imola. Knock. Hi. Qandaysan? Qani menga bitta tren berchi qizim? Bitta olib berib yubor. And that is take Ha. Uni teginma faqat. Xo'p. Tren menga berchi bitta. Menga bitta tren berib yubor. Ha. Mana, qarama, bu yoqdan tushirsang bo'ladi. Qizim mana. Qo'yib qo'yasan, yu deb ketadi. Ha, tut. Ha. Yo'qdan ketadi, ana. Mana. Bunday qilib. Hey, this is mine. Xo'p. Pin up. Yo'qdan qo'yib yuborsang pastga qarab tushib ketadi. Qo'yib yuborganda, mana, bunday qilaylik-da. Anaqa tonnelni ichidan o'tkiz, tonnelni ichidan. Bu anaqa ekan, qara, station ekan anaqa. Look at this train you've got here, Isaac. Hey, this is a pretty cool train. Go for you. Yeah, look at this. You can shop the car, like a bus stop. You go across the train tracks. Mana nechta tren bor ekan? Siz shu yerda o'ynab tur, xo'p? Qana chiqarib ko'rib kelaylik biz. Bu yerda o'tirib tur, hozir kelamiz.
Tovoqchalarni terib qo'yibdi-ku bu yoqqa. Let's sing a song about together. Mana chalchi. Mana chalchi. Mana chal. Hey, let's sing. Hey guys, let's sing it about if we want. Let's sing like I want to lose it like that. First, you have to go to in the bing bong. I know. Wait. Go to there, okay? Yaxshi narsa ekan. Nima ekan? Zo'r narsa ekan. Endi mana bunisi. Chalinmas ekan. Mana bu yerda ham tovoqcha qilib qo'yibdi. Qopqoqchalar ekan bular. Yosh bolalar fantaziyasi uchun qilinganda endi. Yes, they'll get down over here, and then it's the last stop. Good idea. Qanday ekan? You got my seat if Huh? you want. Nima ekan? That's a train track. Oho, trening uzun bo'lib ketibdi-ku qizim. Uzun trening bo'libdi-ku. I made long because Ha, nechta trening bo'ldi? They're gonna start on you. They might be a little spooky. Let's go look. More difficult seat. Zo'r qilingan ekan joy. Har xil o'ynaydigan narsalar qilingan bolalar uchun. Zo'r ekan-a. Asta hayda faqat, xo'p. Qattiq hayda o'rma qizim. Voy, ana. Zo'r ekan-da mashinang qizim. Ha? Hayda qizim, hayda. Ha. Ha, seat belting taqvo bo'lmasa uchib ketib qolishi mumkin tezlikda qizim. Mana men ham o'tirib oldim mana. Faqat asta hayda qizim bo'ptimi? Yuragim ko'tarmaydi faqat, tezlik ko'tarmaydi. because a red Ha? a train stopped the rain, it's gonna track. Ha. You need to do that Asta hayda qizim bo'ptimi? like that, okay? Asta hayda faqat. You hardly hear the toys now. Bo'ldimi? Keldikmi? Ha, bo'pti. Rahmat. Nech pul bo'ladi? 3 kunda. 3 kunda? Iya. Nima degan bo'ldi? O'rtaga tushiramiz mana, o'rtani aylantirsang bo'lar ekan mana. Mana yo'q, bu yoqqa. Kel, bu yoqni ko'ramiz mana. Bu yoqqa yurib ko'rishing. Skat. Orqaroq mana, step back. Come. Mana yoqqa kel. Mana, kel. Mana.
Skelet. Mana. Qani seniki? Turchi? Qani sen ham qichi borchi? Qo'ling bilan yaroqqa, oldiroqqa, oldiroq. Kel, mana. Sen yo'q ekansan-ku. Dal, ana. Mana. Nima ekan bu? Mana. Yana bu yersan? Ha, bunisi bu yerga tot. Menga berib tur. Menga berib tur. Menga Imona, menga berib tur. Menga berib tur. Chizmayapti-ku bu. Yaxshi ishlamayapti deyman-da bu. Qani tegma deb yozgan o'zi, deydi. Ha, ikkita bosh kerak ekan demak. Hop. 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 Suratlanlik. Hop. 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 Ha. Look. Chess o'ynayapti, shaxmat o'ynayapti. Snap circuits. Ha, to'pni ulanishi, to'klayapti, ulaysan. Nima bo'ladi? Kompyuterda nimasi bo'ladi? Motherboard. O'shaning tarkib, o'shaning ichida nimalar bo'ladi? Toklar bir-biriga. Ammo davlatning kerak emasligini olib beraman. Mana bu switch ekan. Ko'ryapsanmi? Mana switch bor buni. Ko'ryapsanmi? Chek mana. Mana ko'ryapsanmi? Mana switch bor. Bilding? It's much easier than doing it in the freaking sky. Mana. Anaqa bu, anaqa. Motorcha bu qizim. It just feels like Qara slime qilyapti. Ha, qara. You want to watch? Slime yasashyapti. Hali bu yoqda ham qanaqadir engineering anaqalar ekan. Har xil narsalar yasaydi bolalar. Darslar ham bo'ladimi? Bu yoqda yana o'ynaydigan narsalar, dars qiladigan joylar zo'r ekan. Bo'ldi, qotirdingmi boltini? Qani ko'tarchi? Yo'q, shuni aylantir yana. Qani men ko'rsatchi? Tagini ko'rsatchi? Ha? Ana ichiga kiryapti-ku. Yana aylantiraver. Mana yaxshilab aylantir. Aylantirsang, ana. Va ana qatda. Ana. No? Which we can get daddy cars. Mashinani bitta bolti tayyor bo'ldi. What? Good. Ha. And then what's that? Bilmadim. Where's gonna put school? Yes. Qani, shuni ham o'ynaymizmi, Imona? Yes, but how? Mana koptakchasini olamiz. Ustiga chiq. Ustiga chiq, ha? Chiq ustiga. Ustiga chiqqin? Chiq.
Mana ustiga sol keyin mana bu yoqqa sol. Asta, okey. Okey, mana qo'ling yetadimi bu yoqqa? Hop, ana. Qara, endi qarab tur, watch. Ketdi. Ana, pastga tushdi. Mana sen bu yoqdan solsang ham bo'lar ekan, qizim. Mana bundan solsang bo'lar ekan. Asta sol. Ustiga chiqma. Ustiga chiqishi yana boshqatdan. Ustiga chiq, ha. Endi mana bunga solchi. Mana bunga solchi. Okay, keep. Okay, that's Sol. Mana. Mana bu yoqda yana bor. Mana qizim, yana bor. You can bump out the gate. I'm gonna do higher, okay? Then you can boom. And bum. Yes. Yana ichida qolib ketdi-ku. Okay. Yes. Ketdik, Nargisda o'ynaysan, narigi tomonda bu yoqda. Mana bu yoqqa kelchi. Mana, olib kel, koptikchani olib kel. Koptikchani olib kel. Mana bunisiga solib ko'rchi. Buni ustiga chiqib solchi. Mana yana bitta koptikcha bor ekan. Mana bunda solib ko'rsak qanday qaytib ketar ekan. Mana shu joyi sal mana qo'yib qolgan ekan-da. Ke qizim, sal o'zgartiramiz, qara. Buni mana. Boshidan tashlang. Almost. Here, try again. Yana bir marta. Sol. Oh, tushib ketdi. Ready to go. Mana. Sorry. Take this real quick. Okay. Bo'ldi, ketdik. Mana. Mana bitta Space Needle oldimizda. Mana bu binoning tashqarisi. Ovqatlanadigan joylar ham qilgan. Ota-onalar kelib bemalol ovqatlanishi mumkin. Oilasi bilan. Yo'llar o'ynab bo'lgandan keyin. Yo'q, anaqa ekan. Toza emas ekan. Ketdik endi. Endi obed qilamiz, ha? Ketdik. Endi obed qilamiz, ovqat yeymiz. Ketdik. Hozir nariga ketamiz-da mashinada. Ketdik, mamiga ayt, mami ketdik deb bor. Mashinada ovqatlanishga boramiz. Amin.
Ha, ovqatni mamani chaqir ketdik. Laser dom. Bu laser domi nima ekan? Bu ko'p ekan вообще, ha? Tugamas ekan. Mana keyin mana qara suv chiqarishdi. Mana tepaga suv chiqarsang bo'ladi mana bunda. I think it's so clean. Mana qara. Aylantir. Aylantir, ha. Qattiq aylantirsang suv chiqaradi. Ha. Hop. Mana suv chiqyapti, qara. Mana suv tepaga ko'tarilyapti, ko'rdingmi? Mana buni ichida ham bor. Bu yoqda buni ham ko'raylik. Mana yo'q chiqma. Go, Imona. I think they're not allowed, right? It says 42 inch. Yeah, probably. Oh yeah, you guys are a little too small. Look. Ehrom aka. Chaqpalagim charpalag. Ha, suv chiqdi. Tepaga suv chiqdimi? Yo'q, no, pastida. Aylantirib bo'ldi, ha? Zo'r ekan. Mana ne bo'lsa. Cho'milishga zo'r joy ekanda. Cho'milishgami? Mana bunisi qanaqa ekan? Mana buni ham aylantiringchi. Ha, bor, oyog'ini ushlab ko'r. Ishlamadimi? Ishlamadimi? Yes, like I did. Ishlamadimi? Yaxshimikan? But it's too scared. Scary mikan? Qo'rqyapsanmi? Yeah, maybe 100 double A. Ana, safarimiz ham qaridi. Sekin chiqib ketamiz endi. Hop, hop. Voy, chiqyapti-ku. Ha, bu yoqdan ekan. Hop. Hop. Ke. Ana. Ana, safarimiz ham qaridi o'rtoqlar. Pacific Science Center.